Atik 3,5 ming dollarga milliy taom, osh markaz, 5 barmoq, shashlik yoki choyxona yo'nalishi. Umumiy holatda oshxona biznesi uchun tayyor joy topib qo'yganmiz. Like bosib, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu joyga kirib kelishinglar bilan kassiy zona programmalari ekosistemaga o'tilgan, joylari ham juda ham shinaq qilib qo'yilgan, 150 ta odamga mo'ljallangan. Remontlari alohida tema, kirib kelishinglar bilan milliylik nafasini shundoq berib turibdi, juda ham shinaq qilib qo'yilgan. Xullas, hamma dekoratsiyasi yaxshi narsalardan qilingan. Udovstalariga kelsak, yozgi sezonga konditsioner, qishki sezonga kotel, отоплениyalar qilib qo'yilgan, kamera naблюдениyalar, xullas, hamma udovstalar qilingan. Kelib, shundoq yurgizsanglar bo'ldi. Voy, mana ko'zaga netchi. Akalar, bu joyda 5 ta xona bor va qo'shimchasiga podvalda ham joylari bor ekan. U joydan sizlar sklad deysizlarmi, zagotovka deysizlarmi yoki boshqa maqsadlarda ham ishlatsanglar bo'ladi. 8 ta qozonning ustida vitishkalar qilingan, motorlari ham kuchligidan qo'yilgan ekan. Gaz 380 tok va ichkarida ishlatish uchun настольный холодильникlar, moykalar, idish, tovoq, qoshiq, yilka hamma narsasi ishlashga tayyor qilib qo'yilgan. Shundoq komandalar bilan kelib ish boshlasanglar bo'ladi. Biznes narxiga keladigan bo'lsak, 3,5 ming dollar arendani to'lab turib yurgizsanglar bo'ladi. Mabodo bu joy polni biznes sotib olaman deydiganlarga 40 ming dollar rasxod ketgan ekan. 40 mingni berib, yer arendasini 1,5 ming dollardan oyma-oy to'lab yurgizsanglar bo'ladi. Kimga qanaqa holat qulay bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, biznes egalari bilan o'rta kashlarsiz, bilasizlar, shundoq gaplashib, baraka qilib olsanglar bo'ladi. Joy lokatsiyasiga kelsak, algoritm sayqal yonidan shundoq kirganinglarda Dubay avtomobilkani ro'parasida joylashgan.